Rimma Ahmedova 1938-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Yoshligidan san'atga qiziqib, aktyorlik yo'lini tanlagan va kino hamda teatr sahnasida faoliyat boshlagan. Rimma Ahmedova nafaqat sahnada, balki dublyaj sohasida ham mashhur bo'lgan. U ko'plab xorijiy filmlar va multfilmlarga ovoz bergan. Shu bilan tomoshabinlar qalbidan o'ziga xos joy olgan. U ovoz berish vaqtida har bir qahramonning kayfiyati va xarakterini chuqur his qilgan. Shuning uchun uning ovozi juda tabiiy va esda qolarli bo'lgan. Uning san'atga qo'shgan hissasi e'tirof etilgan. Rimma Ahmedova 1970-yildan keyin bir necha mukofot unvonlar olgan va O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. Bugungi kunda ham o'zbek va dublyaj san'ati tarixida eng taniqli va hurmatli ovoz sohibalaridan biri sifatida eslab kelinadi.